Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Makron Trampni tanqid qilib, Hormuzni kuch bilan ochish haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. AQSh Erondagi eng baland ko'prikni portlatib yubordi. Tehron g'azabda. Eron zarbalari AQShni dovdiratib qo'ydi. Qo'mondon Musaviy AQSh askarlarini o'lim kutayotganini aytdi. Hormuzdan najot ko'rinmayapti. Iroq neftni avtotransportda eksport qilishni boshladi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezdagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Makron Trampni tanqid qilib, Hormuzni kuch bilan ochish haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron 2 aprel kuni bergan bayonotida Hormuz bo'g'ozini harbiy operatsiya yo'li bilan ochish g'oyasini haqiqatdan yiroq deb baholadi. Shuningdek, u AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bilan bog'liq urush borasidagi bir-biriga zid bayonotlardan g'azabda ekanini bildirdi. Janubiy Koreyada bo'lib turgan Makron AQSh tomonidan vaqti bilan bildirilayotgan Hormuz bo'g'ozini kuch ishlatib ochish haqidagi takliflarga o'z munosabatini bildirdi. Hormuz bo'g'ozini harbiy operatsiya orqali ochish tarafdorlari bor. Bu pozitsiya gohida AQSh tomonidan ham yangramoqda. Men gohida deyapman, chunki bu fikrlar doim o'zgarib turadi. Bu biz tanlagan yo'l emas va biz buni haqiqatdan yiroq deb hisoblaymiz, dedi Fransiya yetakchisi. Makronning tushuntirishicha, bunday operatsiya haddan tashqari ko'p vaqt talab qiladi va bo'g'ozdan o'tayotgan har qanday tomonni Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tahdidlari, ballistik raketalar va boshqa ko'plab xavf-xatarlarga duchor qiladi. Yaqin Sharqdagi urush tufayli neft tashish uchun hayotiy muhim hisoblangan Hormuz bo'g'ozi bir necha haftadan beri yopiq. Makron harbiy harakatlar to'xtagach, bo'g'oz orqali erkin harakatlanishni kafolatlash uchun ko'p tomonlama koalitsiya tuzish ustida ishlamoqda. Biroq uning fikricha, bunga faqat Eron bilan muloqot orqali erishish mumkin. Biz boshdan aytib kelayotgan gap shuki, ushbu bo'g'oz energiya oqimi, o'g'itlar va xalqaro savdo uchun strategik ahamiyatga ega. Shuning uchun u qayta ochilishi shart, lekin buni faqat Eron bilan maslahatlashgan holda amalga oshirish mumkin. Birinchi navbatda o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni qayta tiklash lozim, deya qo'shimcha qildi u. Fransiya prezidenti Trampni ushbu mojaroda o'ziga o'zi zid chiqishda aybladi. Jiddiy bo'lish kerak. Agar jiddiy bo'lishni istasangiz, kecha aytgan gapingizga bugun teskari gapirmaysiz. Har kuni gapirish ham shart emas, dedi Makron. Shuningdek, u Trampning NATO ittifoqchilarini tanqid qilishi va AQShni alyansdan olib chiqish haqidagi tahdidlarga ham to'xtalib o'tdi. Makronning fikricha, AQSh prezidenti o'zining ittifoq oldidagi majburiyatlarga nisbatan shubha uyg'otish orqali NATOni zaiflashtirmoqda. Makron AQSh va Isroil mustaqil ravishda boshlagan urushni sharhlashni istamasligini bildirdi. Ularga yordam bermayotganimizdan g'azablanishlari mumkin, lekin bu bizning operatsiyamiz emas. Biz imkon qadar tinchlik o'rnatilishini istaymiz, dedi Makron. Bundan tashqari, Makron Trampning u va rafiqasi Brijit haqidagi masxarali izohlariga munosabat bildirib, buni farosatga ham, standartlarga ham to'g'ri kelmaydigan harakat deb baholadi. Avvalroq Tramp Makronning ustidan kulib, uning rafiqasi u bilan juda yomon munosabatda ekanligi, Makron hali ham xotinidan yegan kaltagidan keyin o'ziga kela olmayotgani haqida aytgan edi. AQSh Erondagi eng baland ko'prikni portlatib yubordi. Tehron g'azabda. AQSh harbiylari Eron poytaxtidagi B1 ko'prigiga aviazarba berdi. Hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Washington Post xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ko'prik Tehron shahrini Karaj bilan bog'lagan. U Yaqin Sharqdagi eng baland ko'priklardan biri sifatida tanilgan va yaqin kunlarda ochilishi rejalashtirilgandi. Zarba oqibatida inshoot jiddiy shikastlangan. Hujum harbiy ta'minot yo'llarini uzib qo'yish bo'yicha AQShning keng ko'lamli sa'y-harakatlarining bir qismi edi, dedi amerikalik rasmiy. Eronning Alborz provinsiyasi gubernatori o'rinbosari Qudratulloh Sayf hujum oqibatida 95 kishi jarohatlanganini aytdi. U ko'prik hali ishga tushmaganini va harbiy maqsadda foydalanilmaganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yaqin atrofdagi qishloq aholisi bo'lib, ular Navro'zning so'nggi kunini nishonlash uchun ochiq havoda piknik qilgan. AQSh harbiy amaldori ko'prikka 2 marta zarba berilganini ma'lum qildi.
Mazkur ko'prik Tehronni Kaspiy dengizi bilan bog'lashga qaratilgan yirik avtomagistral loyihasining bir qismi bo'lib, haydovchilarga qiyin tog' yo'llarda muqobil yo'nalish vazifasini o'taydi. Magistral savdo uchun ham faol qo'llaniladi va dam olish kunlari qatnab turadigan ko'plab eronliklar undan foydalanadi. AQSh prezidenti Truth Social sahifasidagi postiga ko'prikda yoki uning yaqinida yuz bergan portlash hamda osmonga ko'tarilgan quyuq tutun aks etgan videoni ilova qildi. Kech bo'lmasdan kelishuvga erishing. Aks holda buyuk davlatga aylanishi mumkin bo'lgan narsadan hech vaqo qolmaydi, deb yozdi Tramp. Isroil armiyasi 2-aprel kuni jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda hujum uchun javobgarlikni rad etib, ko'prik AQSh tomonidan nishonga olinganini ma'lum qilgan. Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi hujumga munosabat bildirib, bu Eron fuqarolarni taslim qilishga yordam bermasligini aytdi. Fuqarolik inshootlarga, jumladan qurilishi tugallanmagan ko'priklariga zarba berish eronliklarni taslim bo'lishga majbur qilmaydi. Bu sarosimadagi dushmanning mag'lubiyati va ma'naviy tanazzulini ko'rsatadi xolos. Har bir ko'prik va bino yanada mustahkam qilib qayta quriladi. Hech qachon tiklanmaydigan narsa esa Amerikaning obro'siga yetgan puturdir, deb yozdi u X ijtimoiy tarmoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti 1-aprel kuni yaqin 2-3 hafta ichida Eronga o'ta qattiq zarbalar berilishini aytgandi. O'shanda u Eronni tosh davriga qaytarish bilan tahdid qilgan. Ko'prikka hujum aynan shu tahdidlar ortidan amalga oshirildi. Eron zarbalari AQShni dovdiratib qo'ydi. Qo'mondon Musaviy AQSh askarlarini o'lim kutayotganini aytdi. Eronning AQSh va Isroil zarbalariga bergan keng ko'lamli javobi AQSh rahbariyatini hayratda qoldirdi. Bu haqda Time nashri xabar berdi. Manbalarga ko'ra, ayniqsa AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth bunday kuchli javobni kutmagan. U urush boshlanishidan oldin zarbalar katta mojaro keltirib chiqarmaydi deb hisoblagan. Ammo Eron deyarli butun mintaqa bo'ylab hujumlar boshlaganida u vaziyat jiddiylashganini tushungan va bunga tortilib ketganini anglagan. Hozir Donald Tramp urushni qanday yakunlash va g'alaba e'lon qilish yo'lini izlamoqda. Oq uy rasmiylarga ko'ra, buning uchun vaqt juda kam qolgan. Shu bilan birga Tramp AQSh urushdagi asosiy maqsadlarga deyarli erishilganini aytib, yaqin 2-3 hafta ichida yana kuchli zarbalar berilishini bildirgan. Agar Tehron AQSh shartlariga rozi bo'lmasa, Eronning barcha elektr stansiyalariga kuchli zarba berilishi mumkinligini ham ogohlantirgan. Eron tomoni esa bu tahdidlarga keskin javob qaytargan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi havo kosmik kuchlari qo'mondoni Majid Musaviy Trampning bayonotlarini Gollivudcha xayol deb atab, AQSh o'z askarlarini xavf ostiga qo'yayotganini ta'kidlagan va buning oxiri muqarrar o'lim bilan tugashini aytgan. Hormuzdan najot ko'rinmayapti. Iroq neftni avtotransportda eksport qilishni boshladi. Energetika bozorlarini ostin-ustin qilib yuborgan urush boshlanganiga 1 oydan oshgan va Hormuz bo'g'ozi yopiq bir paytda Iroq Suriya hududi orqali yuk mashinalarida xom neft eksport qilishni boshladi. OPEC tashkilotining asoschilaridan biri bo'lgan Iroq o'z byudjet daromadining qariyb 90% da neft eksportiga bog'lanib qolgan. AQSh va Isroil zarbalariga javoban Eron Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ygunga qadar Iroq o'z neftining asosiy qismini aynan shu yo'nalish orqali eksport qilar edi. Mintaqadagi boshqa eksportchi davlatlar kabi Iroq ham muqobil yo'nalishlarni qidirishga majbur bo'ldi. Mamlakat neft vazirligi 1-aprel oqshomida qo'shni Suriya orqali tanker yuk mashinalarida neft eksporti boshlanganini tasdiqladi. Suriya tomoni neftning o'z hududi orqali xavfsiz o'tishini ta'minlashga va'da berdi. Vazirlik eksport hajmi asta-sekinlik bilan oshirib borilishini qo'shimcha qildi.